Turgan vatandoshlar Moskva Toshkent yo'nalishlari bo'yicha mana Toshkentdan chiqqan avtobusimiz Moskvaga metro Katenikka yetib keldi. Yurtdoshlar, hamyurtlarimiz kelib, mana Xudo xolasa metroda, o'zlarining shaxsiy mashinalari, taksilarda Xudo xolasa tarqalmoqda yurtdoshlar. Moskva Moskva yo'nalishlari bo'yicha mana yurtdoshlarimiz Xudo xolasa eson-omon yetib kelishdi yurtdoshlar. Ekranlarda ishonchli nomerlar bo'ladi, bemalol murojaat qilaverasizlar. Like, podpiska bosishni unutmanglar yurtdoshlar. Moskvada ayanchli yomg'irlar yog'moqda mana. Sankt-Peterburg viloyatida yurgan vatandoshlar ham bemalol murojaat qilib kelaverasizlar yurtdoshlar. Mana vatandoshlarimiz kelib, Xudo xolasa metro Katenikka yetib keldi. Endi sekin-sekin uylariga tarqalishmoqda yurtdoshlar. Ekranlarda ishonchli nomerlar bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Agarda kimda qandaydir dokumentlarida muammo bo'lsa ham bemalol murojaat qilib ekrandagi nomerlardan o'zingizlarga qarashib savollarni so'rab bilib olsanglar bo'laveradi yurtdoshlar. Mana akalarimiz yetib kelib taksilariga chiqmoqda. Moskva Toshkent Moskva. Yurtdoshlar